Mana nima edi? Voy! Tote. Assalomu alaykum aka. Hormang, charchamayapsizmi? Bu qanaqa mashina endi bu? Aka bu 7 G01 1.5 turbo motor. 0 dan 100 gacha o'lchadingizmi? Necha sekundda Yo'q, o'lchab ko'rmadim hali. O'lchab ko'ramizmi? Dragida, как раз apparat bor. Ketdik. Maxsus joyga boramiz, 100 gacha necha sekund chiqishini o'lchaymiz. Ketdik aka. Ketdik. Mana o'rtoqlar o'zingizlar ko'rdinglar, 156 ot kuchiga ega, 1.5 turbo motorga ega SVM G01 FF crossoverimiz 92 markadagi benzinda shu ko'rgan sekundlar ichida 100 ga chiqdi. Agar biz 95 yoki 98 benzin quygan bo'lganimizda, ob-havo shunga mos bo'lganida, ya'ni kun issiqroq bo'lganda, yer bilan zatsib zo'r bo'lganda natija bundan ham yaxshi chiqardi. Nima deb o'ylaysizlar? Tracker tezmi yoki SVM G01 modeli tezmi? Kommentarda yozib ketinglar.